O'zim urgutlik bo'lganim uchun Urgutda narkotik bilan tushadiganlar ko'p degan gaplarni eshitish menga biroz og'ir botadi. Lekin Oliy sud saytiga yuklangan hukmlarni ochib qarasangiz, jinoyat ishlari bo'yicha Urgut tuman sudida ko'riladigan ishlarning aksariyat qismi giyohvandlik va narkotik moddalarga oid ishlar. Lekin bu butun bir tuman yoki uni aholisi haqida salbiy xulosa chiqarishga asos bo'la oladimi? Yo'q. Sababi Urgut tumani qo'shni Tojikiston Respublikasi bilan bevosita chegaradosh. Geografik joylashuv sababli bu hududda kontrabanda va noqonuniy muomala uchun yuqori risk zonasi hisoblanadi. Ya'ni ushlanayotgan moddalar va jinoyatlarning aksariyat qismi tranzit, ya'ni o'tib ketuvchi yoki kirib keluvchi zanjir xarakteriga ega. Bu butun bir tuman aholisini qiyofasini belgilab bermaydi. Aynan chegaradoshlik riski yuqori bo'lganligi sababli Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari tomonidan Urgutda tezkor qidiruv tadbirlari va reydlar boshqa tumanlarga nisbatan bir necha barobar ko'p o'tkaziladi. Reyd va tekshiruv qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, fosh etish ko'rsatkichi ham shuncha yuqori bo'ladi. Bu Urgutda hamma shunday ishni qiladi degani emas. Fosh etish mexanizmini kuchli ishlayotganini anglatadi. Oliy sud saytida e'lon qilinadigan hukmlar orasida nega aynan narkotik ishlar ko'p? Chunki Jinoyat kodeksining 273 va 276-moddalariga oid ishlar ochiq sud majlisida ko'riladi. Ularning aksariyati tizimga to'liq yuklanadi. Boshqa yopiq ishlar esa ma'lumotlar maxfiyligi sababli ochiq portalga qo'yilmaydi. Natijada bir qaraganda faqatgina narkotik va giyohvandlikka oid jinoyatlar ko'payib ketganga o'xshab ko'rinadi. Tumanimiz haqida aytiladigan turli gap-so'zlar shunchaki umumiy stereotip xolos. Lekin kutilmaganda shunday tergov va sud jarayoniga aralashib qolgan fuqarolarimizga tavsiyam, har qanday vaziyatda dastlabki ko'rsatmalardanoq harakatlarni to'g'ri malakalash, o'zi uchun saqlash va sotish o'rtasidagi farqni isbotlab berish va taqdiringizni tasodiflarga topshirmaslik uchun tajribali advokat ko'magidan foydalanishingizni tavsiya qilaman.